Bemorimiz 5 yil oldin septoplastik operatsiyasini o'tkazdirgan, lekin foydasi bo'lmagan. Bizga kelgandagi shikoyatlari burundan nafas olish qiyinligi hamda burundan tomoqqa balg'am oqish va burundan noxush hid kelishi bilan shikoyat qildi. Ko'rganimizda burun to'siq qiyshiqligi hamda o'ng gaymer bo'shlig'ida yiringli, surunkali gaymarit borligi aniqlandi. Bemorimizni operatsiya qilib, gaymer bo'shliqlarini tozalaymiz hamda burun to'siqlarini to'g'rilaymiz. Operatsiyamiz o'z nihoyasiga yetdi. Bemorimizni burun to'siqlarini to'g'irladik. Ikkita gaymer bo'shliqlarini ochib tozaladik. Endi bemorimiz mazza qilib nafas oladi va barcha muammolardan qutulishadi. Agar sizda ham xuddi shunaqa muammo kuzatilayotgan bo'lsa, albatta bizga murojaat qiling. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.